Qizlarjonlar, yana nima esimdan chiqdi? Qanday qilib kistasi ketibdi degan savollarga javob. Mana shu massaj kremimiz qizlar, eng скорый помощimiz, Ersa korporatsiyamizdagi yana черный тмин kapsulasi. Shu kapsulasidan foydalangan qizim, banyodan foydalangan. Banyo bilan yaxshilab tahorat olib, черный тмин kapsulasini ozgina igolka bilan teshib, uchiga mana shu massajli kremdan ozgina surtib, ichiga tampon qilib jo'natgan qizlar. Ana shundan shuncha foyda topgan. Hali yana qizimni o'zi ham kirib, ivot tashab qoladi. Xudo xohlasa, o'zi ham yaxshi o'dziv tashlaydi, inshaalloh. Hozir tashla desam, o'zi ozgina hayajonlanib, hali ham yig'layotgan ekan. Chunki juda ham ko'p переживать qildik shu kistasi bo'yicha. Allohga shukr, minnatdorman hammadan.